Hozir taqiqlangan animelar top 3 taligi bilan tanishamiz. Birinchisi dunyo bo'ylab ko'plab tomoshabinlarga ega bo'lgan o'sha mashhur Titanlar hujumi. Sujetda insoniyatga qonxo'r, ulkan odamga o'xshash jonzotlar, ya'ni Titanlar hujum qiladi. Xitoy rasmiylari bu animeni haddan tashqari zo'ravonlik va qonxo'rlik sahnalari tufayli yoshlar uchun xavfli deb topishgan. Keyingisi O'lim daftari. 2007-yil Yaponiya madaniyat vazirligi so'rovnomasida barcha zamonlarning eng yaxshi mangalaridan joy olgan bu animeda O'lim daftariga kimning ismi yozilsa, o'sha odam o'limga mahkum qilinadi. Anime o'zida hokimiyatni suiiste'mol qilish, yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi chegara, axloqiy savollar kabi og'ir mavzularni ko'taradi. Ushbu animening taqiqlanishiga asosiy sabab maktab o'quvchilarining o'lim daftarlariga o'xshash daftarlar tayyorlab, ularni o'yin sifatida o'ynay boshlagani. Va birinchi o'ringa janob Arashining Maxluqlar tomoshasi. Ushbu anime ko'plab mamlakatlarda, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Indoneziya va Yaponiyada kuchli senzura sabab taqiqlangan. Animeda juda ko'p qonli, shafqatsiz, zo'ravon sahnalar mavjudligidan deyarli hech bir kompaniya bu loyihani moliyalashtirishni xohlamagan. Va rejissyor Hiroshi filmni o'z shaxsiy mablag'lari hisobiga tayyorlagan. Har bir anime turli sabablarga ko'ra taqiqlangan. Zo'ravonlik, g'oya yoki jamiyatga ta'sir etish xavfi. Aslida esa anime bu faqatgina multfilm emas. U kuchli fikr, his va g'oyalarni uzatadigan san'at turi. Siz qaysi animeni taqiqlagan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.